Assalomu alaykum. Parlamentdan gapiramiz. Toshkent deyarli bir hafta davomida jahon parlamentarizmining markaziga aylandi. Yoshlar forumi yu ayol deputatlarning dialogi, raqamli parlament, taraqqiyot va tinchlik masalalari muhokama qilindi. Juda ham kerakli gaplar aytildi va qonunchilikda tosh bosadigan fikrlar muhokama qilindi. Bugun esa Qonunchilik palatasi o'z kun tartibiga qaytdi. Siyosiy partiya fraksiyalarining yig'ilishlariga ham start berildi. Aytilayotgan har bir gap, muhokama etilayotgan har bir masala endi assambleyada eshitgan, ko'rgan, o'rganilgan va amaliyotga tatbiq etishni talab qiladigan fikrlar uchun ochiq bo'lmoqda. Xalqaro darajada fikrlashuv, mahalliy darajada harakat qilish vaqti keldi. Fraksiya yig'ilishlarida nima gap? Qanday qonun loyihalari muhokama qilinyapti? Reportajimiz shu haqda bo'ladi. Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari ham adolatparvarlarning chig'irig'idan o'tgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bilan bog'liq masalaga ko'proq urg'u berishdi hamda o'z pozitsiyalarini bildirishdi. Fraksiya raisi o'rinbosari Firdavs Sharipov loyiha to'lig'i bilan xalq demokratlarining saylovoldi dasturlarida ilgari surgan g'oya va tashabbuslarga mos kelishi, ammo ayrim normalar to'liq ochib berilmaganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Nazarimizda ushbu qonun loyihasi farmonda belgilangan vazifa bajarilmagandek tuyuladi. Bu mutanosiblik prinsipi aslida bizni HDPni partiyamizni elektorat manfaatlarida ham juda katta ta'sir qiladi va o'z maqsadiga erishmagan deb hisoblaymiz va uni jiddiy tarzda qayta ko'rib chiqish kerak degan taklifimiz va xulosamiz bor. Moddalarning ma'muriy javobgarlik kodeksida o'z aksini topishi ehtiyoji yo'qligi tufayli ham bu demak moddalar chiqarib tashlanmoqda. Normalarni chiqarib tashlanishi mutanosiblik prinsipiga to'g'ri keladimi deb savol beryapti. Iltimos mana shunga e'tibor qaratib javob bering. Bu juda katta vazifa. Bu bitta qonun, avvalambor bitta qonun doirasida hal bo'ladigan vazifa emas. Mana agar e'tibor beradigan bo'lsak, jinoyat yoki ma'muriy o'z umuman javobgarlikni takomillashtirishga qaratilgan har bitta o'zgartirishimizni tag zamirida mutanosiblik prinsipi yotadi. O'sha aytayotgan misollaringiz tushmayapti, o'z ahamiyatini yo'qotganligi uchun u mutanosiblik prinsipiga hech qanday bir daxldorlik yaqiniga ham kelmayapti. Firdavs aka, fikringizga to'liq qo'shilamiz, lekin boya tushuntirganimizdek, bu masalalar hozir ishchi guruh tomonidan o'rganyapti. Boya bitta qonun doirasida hal bo'ladigan masala emas, juda katta masala.